Assalamu alaykum hörmətli izləyicilər. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Bugün 8 ayının 30 günü düşənbə. Həmmələrin şu vaxtda xeyirlik bolsun. Əziz görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlər proqramımızın təfsilatında bolsun. 7. növbətlik Dunya Uyghur Qurultiyi vəkillik saylamının ammağa ochiq holda demokratik şəkildə ötküzülüşü chet ellik kuzatuvchilarning va xalqarалық matbuotlarning kuchlik diqqətini qo'zg'ab qolmasdan har qaysi ellarda yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni alayda xursand qildi. Bo'libmi Qurultiyi vakillarining 50 nafarining xonim qizlarimizdan tarkib tepishi alayda diqqat qo'zg'agan nuqtalarning biri bo'ldi. Bundan keyingi bosqichda rasmiy vakillar o'zlarini Qurultiyining har qaysi organlariga rahbarlikka nomzod ko'rsatishga boshlaydi. Qurultiyi rahbarligiga nomzod bo'g'ichlarga qo'yiladigan shartlar, saylanadigan organlar va bu organlarning salohiyati va xizmat doirasi haqidagi materiallar Qurultiyi tayyorlik komiteti nomzodlar komissiyoni tarafidan har bir vakilga bevosita yetkazib beriladi. Undan boshqa yana Qurultiyining rasmiy vakillari hozirdan e'tiboran Qurultiyi tarkibidagi har qaysi xizmat komitetlariga doimiy a'zolikqa taqsim qilinishga boshlaydi. Her bir vakil en az 2 xizmat komitetiga doimiy a'zo bo'lishi lozim. Dunya Uyghur Qurultiyi ijroiya komitetining qaroriga asosan bu yil 11 oyning 13-kunidan 14-kunigacha Chexiyaning poytaxti Pragda o'tkaziladigan 7 navbatlik Dunya Uyghur Qurultiyida rasmiy vakillar tarafidan demokratik usulda saylab chiqiladigan rahbarlik organlari tovandikicha. Dunya Uyghur Qurultiyi ijroiya komitetining rais va muavin raislari, Dunya Uyghur Qurultiyining bosh taftish va muavin bosh taftishlari, Dunya Uyghur Qurultiyi fondining mudiri, Dunya Uyghur Qurultiyi yoshlar komitetining mudiri, Dunya Uyghur Qurultiyi ayollar komitetining mudiri, Dunya Uyghur Qurultiyi ichki ishlar komitetining mudiri, Dunya Uyghur Qurultiyi tashviqot uchur markazining mudiri, Dunya Uyghur Qurultiyi tadqiqot markazining mudiri, Dunya Uyghur Qurultiyi diniy ishlar komitetining mudiri, Dunya Uyghur Qurultiyi ma'rif komitetining mudiri, Dunya Uyghur Qurultiyi madaniyat komitetining mudiri, Dunya Uyghur Qurultiyi muhojirlar markazi mudiri, Dunya Uyghur Qurultiyi nashriyat markazining mudiri, Dunya Uyghur Qurultiyi sayya komitetining mudiri, Dunya Uyghur Qurultiyi ekologiya komitetining mudiri, Dunya Uyghur Qurultiyi Xitoy ishlari komitetining mudiri, Dunya Uyghur Qurultiyi kishilik huquq komitetining mudiri, Dunya Uyghur Qurultiyi arxiv markazi mudiri, Qurultiyining oliy maslahatchilari, katibi, bayonotchilar, Qurultiyining har qaysi ellardagi vakolatchilari va Qurultiyining har qaysi davlatlarda ta'sis qilgan ishxonalarining direktorlari 7 navbatlik Dunya Uyghur Qurultiyi raisining vakillar ichidan yoki sirtdan bevosita nomzod qilib ko'rsatishi, Qurultiyi vakillarining va Qurultiyi ijroiya komitetining ma'qulligi bilan vazifaga qo'yiladi. Qurultiyi vakillari ijroiya komitetining yuqorqi 16 xizmat komitetiga doimiy a'zolikqa taqsim qilinadi. 7 navbatlik Dunya Uyghur Qurultiyi tayyorlik komitetining raisi Parat Yo'ronqash apandimning bugun istansimizga qilgan so'zida 30 davlatdan 7 navbatlik Dunya Uyghur Qurultiyiga yangidan saylab chiqilgan 207 nafar rasmiy vakilning 9 oyning 1-kunidan e'tiboran Dunya Uyghur Qurultiyining yuqorqi organlariga o'zlarini rahbarlikka nomzod ko'rsatishga boshlaydiganligini, Qurultiyi rahbarligiga nomzod bo'g'ichlarga qo'yiladigan shartlar, saylanadigan organlar va bu organlarning salohiyati va xizmat doirasi haqidagi materiallarning Qurultiyi tayyorlik komiteti nomzodlar komissiyonining mas'uli Samat Ablo apandi tarafidan har bir vakilga bevosita yetkazib beriladiganligini bildirdi. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining bu yil 9 oyning 10-kunidan 13-kunigacha Londonda o'tkazilgan 2-chi qitimliq sotining kun tartibi asosi jihatdan muqimlashdi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi markaziy organining bugun istansimizga bildirishicha, bu navbatlik sotda chet ellik va Sharq Turkistonlik bo'lib jami 40 nafarga yaqin kishi guvohlik berdi. Bularning ichida Uyg'ur va qozoqlarni o'z ichiga olgan Sharq Turkistonlik shohidlar 10 nafar, Sharq Turkistonlik tadqiqotchilar 4 nafar, qolganlari chet ellik va Xitoylardan tarkib topgan mutaxassis va qonunshunoslardan iborat. Londonda o'tkaziladigan 2-chi qitimliq sot London vaqti atigan soat 9 da Uyg'ur sot kollegiyasining raisi Jeffrey Nice va sot kollegiyasining bosh kotibi Hamid Sabi apandilarning ichilish nutqi bilan boshlanadi. Bu qitim Londonda o'tkaziladigan 2-chi qitimliq sotning butun jarayoni 9 oyning 10-kuni London vaqti atigan soat 8:30 da sizlar ko'rayotgan Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasining YouTube kanali orqali naq maydondan bevosita tarqatiladi. Bu qitim sotda guvohlik beradigan chet ellik shohidlarning so'zlari istansimiz tarafidan alayda taklif qilingan 2 nafar tarjimon orqali naq maydondan bevosita tarjima qilinadi. Istansimiz sot boshlanishidan 2 kun burun, ya'ni 9 oyning 8 va 9 kunlari sotga qatnashish uchun Londonga kelgan Sharq Turkistonlik guvohchilar va kuzatuvchilarning qatnashishida cho'ng tipdagi naq maydon suhbat programmasi o'tkazildi. Sotning oxirgi kuni bo'lgan 9 oyning 13-kuni kechda so'z solida Dunya Uyg'ur Qurultiyi tarafidan Angliya parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik qarorining qabul qilinishiga boshlamchilik rol o'ynagan va bu sababdan Xitoyning embargosiga uchragan Nusrat G'ani qatorliq parlament a'zolariga sharafnoma tarqatish murosimi o'tkazildi va mazkur murosim istansimizning YouTube sahifasi orqali naq maydondan tarqatiladi. Shunga hozirdan boshlab istansimizning YouTube sahifasiga obuna bo'ling va bu tarixiy fursatni qochirmang. Bu yil 6 oyning 4-kunidan 7-kunigacha Londonda o'tkazilgan tunji navbatlik sot mazgili
mezgilida Angliyaga kiradigan har qanday bir kishini bir haftalik karantin ostiga ilish va bu jarayonda 3 qitim korona testidan o'tkazish tuzumi yo'lga qo'yilgani uchun sotda guvohlik beruvchilar bir hafta burun Angliyaga kelishga majbur bo'lgan. Sotqa kuzatuvchi sifatida qatnashni orzu qilgan qarindoshlarimiz Angliyaga kirishga amalsiz qolgan edi. Yaqinda Angliya hukumati yuqorqida karantin tadbirlaridan butunlay amaldan qoldirdi va chet elliklarning Angliyaga kirishini qulaylashtirdi. Dunya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi bu vaqtda istansimizga qilgan so'zida ikkinchi qitimli sotning texmi ko'p shohidlarning qatnashida muvaffaqiyatli holda o'tkazilishiga ishosh bilan qaraydiganligini ifoda qilish bilan birga dunyoning har qaysi ellardagi bo'libmi Yevropadagi qarindoshlarimizni agar imkoniyati yor bersa 9-oyning 10-kunidan 13-kunigacha Londonda o'tkaziladigan ikkinchi qitimli sotqa kuzatuvchi sifatida qatnashishga va bu orqali sotda guvohlik beradigan shohidlarimizga madad berishga chaqirdi. Dunya Uyghur Qurultiyi tarkibidagi Yevropa Sharq Turkiston birligi bu yil 5-oyning 15-kunidan e'tiboran har hafta oxiri Germaniyaning Myunxen shahridagi asosliq sayohat markazlarida 2022-yillik Beijing qishliq olimpikini boyqut qilish namoyishlari o'tkazib kelgan edi. 29-avgust yakshanba kuni yana Myunxen shahridagi asosliq sayohat nuqtalarining biri hisoblangan Karlis maydonida 2022-yillik Beijing irqiy qirg'inchilik olimpikini boyqut qilayli degan shior ostida norozilik namoyishi o'tkazildi. Bu qitimqi namoyishning yana bir mazmuni bo'lsa Sharq Turkiston xalqi tarafidan qonxo'r jallod deb atalgan va Amerika boshchiligidagi g'arb ellari tarafidan jazolash qarori ilingan Xinjiangning atalmish Xinjiang Uyg'ur Abdunum rayonlik partikumining sekretariga atalganligining 5 yilligiga norozilik bildirish edi. Majburiy emgak tuzumi va irqiy qirg'inchilikning eng asosliq boshlamchilarining biri hisoblangan qonxo'r jallod Xinjiango 2016-yili Xitoy raisi Xi Jinping tarafidan Tibet Abdunum rayonlik partikumining sekretarligidan atalmish Xinjiang Uyg'ur Abdunum rayonlik partikumining sekretarligiga atangan. Bu Sharq Turkistonga oyoq bosgan kunli jazo lagerlari tuzumini boshlatgan edi. Dunya Uyghur Qurultiyining Yevropadagi xizmatlarga mas'ul alayda vakili, Qurultiyi tarkibidagi Yevropa Sharq Turkiston birligining raisi Asqarjon apandimning bevosita riyosatchiligida o'tkazilgan namoyishga Qurultiyi raisi Dolqun Aysa, Ilhom To'xtining qo'llash guruhining raisi Anvarjon boshchiligidagi ko'plagan qarindoshlarimiz ishtirok qildi. Dunya Uyghur Qurultiyi Uyghur kishilik huquq qurilishi qatorliq Uyghur tashkilotlari va xalqaro organlar Afg'onistondagi Uyghur muhojirlarini Afg'onistondan bexatar bir davlatga yetkazib chiqish uchun jiddiy safarbarlik boshlatdi. Afg'onistondan boshqa bexatar davlatlarga chiqib ketishni orzu qilgan qarindoshlarimizning iltimosi Dunya Uyghur Qurultiyi tomonidan Amerika, Germaniya va boshqa g'arb ellarining hukumatlariga yetkazib berildi. BBC qonunli 26-avgust xabar berib, Afg'onistondagi Uyg'urlarning ham Taliban ham Xitoyning qo'sh vayimisida qolganligini bildirgan. Xabarda Afg'onistondagi Uyg'urlarning navbatda millionlagan afg'onlarga o'xshashli Talibanlarning hokimiyatni o'tkazilib olishidek bir reallik bilan yuzlashganligini. Ularning boshqa afg'onlarga o'xshashli Talibanlardan qo'rqsimi, ammo o'xshamaydigan yeri ularning yana Xitoyning Afg'onistondagi ta'sir kuchidan qo'rqadiganligini ilgari surgan. Xabarda aytilishicha, Afg'onistonda yashaydigan 2000 dak Uyg'urning ko'p qismi ota-onasi Xitoydan qochib kelgan ikkinchi avlod Uyg'urlar bo'lsa-mu, biroq ularning kimlik kartasiga Uyg'ur yoki Xitoylik ko'chman deb yozilganligi uchun, agar Xitoy Afg'onistonda Amerikaning o'rnini egallasa, ularning Xitoyning zarba berish nishoniga aylanishidan ansiraydi ekan. Kabulda turishliq 50 yoshlardagi bir Uyg'ur BBCga so'z qilib, bu hozir Afg'onistondagi Uyg'urlarning eng chong qo'rqinch ishkanligini bildirgan. BBCning aytishicha, u yana biz Talibanlarning Xitoyning bizni kontrol qilishiga yordam qilishidan yoki ularning bizni qo'lga ilib Xitoyga o'tkazib berishidan qo'rqamiz degan. Talibanlar Afg'onistonda kontrol qilgan 14-avgustdan beri qancha Uyg'urning Afg'onistondan qochib chiqishga muvaffaq bo'lganligi ma'lum emas. BBCga so'z qilgan Uyg'urlarning hammasi Talibanlar hokimiyatni egallagandan beri sirtqa chiqmay uylarida mo'kinib yotganligini bildirgan. Afg'onistonning Mazar Sharif shahrida o'ltirishliq bir Uyg'ur 10 kundan beri talog'i chiqmay uyda o'ltirganligini bildirib, bizning kimlik kartamizda Uyg'ur deb aniq yozilgan degan. Dunya Uyg'ur Qurultiyi markaziy organining bugun istansimizga bildirishicha, Talibanlar Afg'onistonda kontrol qilgandan buyon xeyli ko'plagan Uyg'urlar Afg'onistondan bexatar davlatlarga esan chiqib olgan. 7-navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyining Germaniyadan saylab chiqilgan qozoq vakili hurmatlik Mayra xonimning qadrli dadisi Talib Tulanbay apandimning shahodatga erishganligi Germaniyada yashayotgan butun qarindoshlarimizni cheksiz azobga soldi. Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandimning xonimi Mahira xonim chet elga hijrat qilib chiqqan 25 yildan buyon vatandagi ota-onasi va urug' tuqqanlari bilan ko'rishishdan, shundaqla vatanga ziyoratga berishdan mahrum qolgan edi. 29-avgust yakshanba kuni Germaniyadagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz Myunxen shahridagi Qashqar restoraniga jam bo'lib, marhum Talib Tulanbay apandimning ruhiga va butun Sharq Turkistonlik shahidlarimizning ruhiga atab duo tilovat o'tkazdi. Shundaqla Germaniyadagi qarindoshlarimiz nazarda o'qigan duolarida mustabid Xitoy hokimiyatining zulmi ostida jon talashayotgan butun qarindoshlarimizga Janobi Allohdan salomatlik va esanlik tiladi. Amerikadagi tashqi munosabatlar kengashining to'g'rida 26-avgust e'lon qilingan bir maqolada Amerika va uning sheriklarining Uyg'ur majburiy emgakini cheklashda texmo ko'p tadbirlarni ilishi talab qilingan.
Maqolada aytilishicha, Xitoyning Sharqi Turkistondagi qilmishlarining ko'lami va doirasi texmo keng doiralik masala bo'lgan majburiy emgakka inkos qo'zg'ashga turtki bo'lgan. Shundaqla davlatlarni majburiy emgak bilan xalqaro sudning cho'nqur aloqasini hisobga olishga majbur qilgan. Biroq maqolada texmo ko'p ishlarni qilishga, Amerikaning dunyo miqyosida majburiy emgakka qarshi turish iqtidorini zamonaviylashtirishga to'g'ri keladiganligini ta'kidlagan. Xitoyning Shinjongda majburiy emgak bilan shug'ullanishiga qaratilgan uyg'unish chaqiriqi dunyoga anglandimi mavzuliq mazkur maqolani Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasining sobiq muavin yordamchi komissari Brant Brokmansimiz qalamga olgan. U emgakning suiiste'mol qilinishini keltirib chiqargan sabab va uning ta'sirlarini savdo sheriklarining bir taraflamalik harakati bilan hal qilib bo'lmaydiganligini, buni keng doiralik yer shari strategiyasining ichiga yerlashtirishni, shundaqla majburiy emgak mahsulotlarini cheklash vositalarini zamonaviylashtirish kerakligini bildirgan. Uning aytishicha, Amerika va dunyodagi boshqa davlatlar majburiy emgak mahsulotlarini to'xtatish uchun Amerikaning tamojni tutib qilish buyrug'i mexanizmini o'z ichiga olgan dunyoning har qaysi joylarida bu jihatdagi cheklash vositalarini zamonaviylashtirish uchun texmo ko'p ishlarni qilish kerak ekan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi күнділік xəvərlər pirugrammısini diqqətinizə sunduq. Keyin qitimliq pirugrammimizni ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.